oyoq kasti so'gali. Mana ko'rib turibsizlar. Oyoq kasti so'galini og'riq bor. Mana bunda bo'lsa-chi. Уже bu yerda kattalashgan, shuning uchun siqqanda ham va ustidan bosganda ham уже og'riq bo'ladi. Ustini o'sha qatqaloqlar egallab olgan mozollar. Bularni kuydirish uchun olib tashlaymiz kusachka yordamida. Chunki ustidan kuydirsak, tagiga yetib olmaymiz. Mana ko'rib turibsizlar, chegarasi aniq. Necha oy bo'ldi? 3 oy to'g'ri bo'ldi. Nimalar qilib ko'rding shu 3 oy to'g'rida? Bitmadi, yeringmi deb o'yladim. Ha, teshdingmi? Teshdan keyin kuzashga ter chiqdi. Endi yana bitta narsani aytishim kerak, bu kimlarda uchraydi? Bu ko'pincha oyog'i ko'p terlaydiganlarda uchraydi. Mana mayda qora kapillyarlar ko'rinadi. Agar yana yuladigan bo'lsa, mana sekin-sekin qon sizib chiqadi. Baradavkani yana bitta belgisi. Mana jitka azot yordamida kuydiramiz. Ozgina jizillaydi. Mashq holatga keladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Azotning vazifasi to'qimalarni muzlatib, kelayotgan qon tomirlarini o'ldirish. Mana ko'rib turibsizlar, lazerimiz ham bor. Lazerda kuydirmasligimizning sababi achaq katta. Bu achaqni men kuydirishim uchun chuqur va yoni bilan olishim kerak va bitayotganda lazer bilan kuydirishga to'g'ri, bitayotganda chandiq bo'lib bitish ehtimoli katta. O'shaning uchun eng tinchgina jitka azot yordamida kuydiraman.